vahima. Yana apa deb vaqirab uyg'onib ketdim. Tushlarimda doim o'xshash bir qo'rqinish, o'xshash bir qora bulut, zaharli chayon. Shuncha kuchab vaqirayman bir o'rakka tushib kelib. Biroq ovozimning uni chiqmaydi. Atrofda kishilar menib yurdi. Lekin ovozimni anglay olmaydi. Yig'layman. Nola qilaman. O'zim uchun, bu rahimsiz taqdir uchun, yana mendek millionlagan xalqim uchun. Yana ba'zi tushlarimda xalqimni ko'raman. Chiroyli o'ylisida emas, avod bozorlardimi emas. Balki jazo lagerlarida, ochiq turmalarda, yo'l tizilgan soqchi mashinalarida. Ularning qo'lida kishan, badani qizilga bo'yalgan, bo'ynidan to'risqa isilgan, nijis ablahlardan rahim tilavatgan, inson qalbidan chiqqan, xalqning azobidan huzur topadigan hayvonlar. Ularning sat kulishlari, quloqni yorg'udek o'q ovozlari, ba'zilarining yeshilgan ishton bog'lari. Men tushimdan uyg'onib ketay. Mening yuragim buningga chiday olmaydi. Men buningga bardoshlik bera olmayman. Yana ba'zida seg'ingan yurtimni yo'qlab qaytaman. Shundoq uyga kiraman-da, hammasining bir to'zoq ekanligini ko'raman. Ota-onam bir bulungda yig'layotgan. Ko'zimga nechtardek sanjilib, ikki qizil yalmavuz qilishlarini o'ynatayotgan. Men nolamni boshlayman. Men nimani xato qildim? Menga bundoq do'zaxning dashitini ko'rsatgudek. O'zimga bergan yo'l bilan o'qishga chiqdim. Yana shu yo'l bilan qaytib keldim. Sizlarchi biz xalqning o'qiyman deyishi gunohmi? Dadamni quldek ishlatib, apamni malay qilib ezib, sen bo'lsangmi yaxshi o'qib, bizda kun kechirib qolmag'in deganiga. Amdilikda menimi bu qor ko'langining iskanchisiga olmoqchimi? Ras, bizdek o'z davlati bo'lgan vaqtida xoinlarga to'lgan, yurt makonini jon deb qo'g'diy olmagan, yuragi dard alamga to'shqanlarning yana nima e'tibori bo'lsin? Biz loyiq vahimaning qopqiniga tushishga, qo'ydek yavash yashashga, garchi ko'k bo'ri atalgan bo'lsak